Hadi. Ameşat koyun arkamı. Hadi Çekil. Hadi siz. Nima bo'ldi? Neyse. Voy maza qildim lekin qo'llaringiz balki haqiqiy masajchini qo'lidek. Maza qildim. Ey, sizni qo'llaringiz menimcha dag'al, xuddi daladagi ketmochilarning qo'liga o'xshaydi. Ya sizga endi erkak kishini qo'li tekkaniga shunday bo'lyapti. O'zi haqiqiy erkak shunday bo'ladi. Menga qarang. Mana shu yerda zo'r osh tayyorlaydi. Shuna buyurtmani berasiz, 20 minutda taqib tuzaveradi. Zirvaga biqillab turadi. Qon osh qolib ketdi mana pardan keyin masajdan keyin bir maza qilib osh yeb ketmaymizmi? Bir maza qilaylik. Yuring. Yuring. Vaqt o'tkazmay yuring. Maza qildi odam. Maza. Hey, qo'lni tashlang. Maza, rohat. Rahmat. Bu ilgari sizni ko'rmagan ekanman. Tasodifan mana hammomda uchrashib qoldik. Sir bo'lmasa qayerda ishlaydilar? Mana bir yangi tashkilotga rahbar etib tayinlandi. Shundaymi? Yaxshi. Ertadan ishni boshlayman. Shundaymi? Yashang. Yaxshi. Men ham bir tashkilotda buxgalter bo'lib ishlayman. Soqqani biz qilamiz, xo'jayin rahbar javobni beradi. Bu narsalarni juda qo'l qo'ydirib olaman. Javobgarlikni qilaveradi. Siz ham yig'ib terib olib, soqqani qilasiz, keyin boshqa yoqqa o'tib ketasiz. Endi bilasiz-ku. Qo'lni tashlang. Menga qarang, shu qo'lni kesib beray sizga, o'zingiz besh tashab o'tiravering. Odam bezor qildingiz-ku. Oshga qarang. Osham rosa ketdi-da. Ko'p berishar ekan, men to'yib qoldim. Mayli, bitta go'shidan olaman endi, nima qilaman? Voy, buni gapirmay. O'tirsa turolmaydi, o'tirolmaydi. O'zing ixchamkanda. Ya o'lib qoldi, u dasturxon olib kelaman, o'lib qoldi. Nima? To'liq topshiriqlar bajarilsin, xo'pmi? Borgunimcha hal bo'lsin. Betingni qalpoqdagi tog'aga o'xshab tirishtirasan? Nima unaqa durasiz? Uyda go'sht qolmabdi. Go'sht olib kelib bering. Go'shtni nima qilasan bug'ani rasul pasolchi boku donchi. Shu to'y qilyapti ukasiga. Shunga borgin, bola chaqani olib borgin, choyxona dasturxon yorib borgan. Yeb, ichib maishatni qilaveringlar. Xo'pmi? Bola esdan chiqmasin lekin. O'zing go'sht yema. Iloji boricha go'sht yema. O'zingda go'sht yetarlisan. Ro'molchingiz tayyor. Dazmol qilib qo'ydim. Baraka topqir bu paytgacha odamlar kastim shumi dazmolni olib kelib berardi. Men endi borib olib kelishim kerakmi shuni? O'tir. Toza havo ketsin menga. Kichkinagina yig'ilishcham bor. O'shalarni o'tkazib, hammasini tinchitib kelaman. Tushundingmi? O'zingga qarab ol, chumoli bosib ketdi. Menga qara. Yotganingda sal hushyor yotgin. Qo'lingni men tomonga tashab yotsan, joyimiz ketyapti kechasi. Tushundingmi? Qancha yig'ishtirib yot.
Ha? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Zerib berasizmi? Rahmat, yaxshi. 200 kelmasangiz bo'lmaydi. Oyoq qo'lingizni oling, tezroq yetib keling deganingizga shoshib kelyapman. Tinchlikmi ish qilib? Yangi rahbar hammani bir chaqiryaptilar. Ha. Sizni ham chaqirganlar. Yaxshi odammi ish qilib? Yaxshi odamga o'xshaydi. Bozor qilib kelsam bo'lar ekan. Mayli. Quruq qo'l bilan bo'lsa ham bir kirib chiqay, ha? Mayli, kiring. Siz ham shu yerda ishlaysizmi? O'zlari-ku. Ha. Shunaqa. Ona kecha yomon maza qildik-a. Qarang. Zaf ajoyib ish bo'ldi-da, lekin men sizni oldingizda rosa xijolatdaman. Ha, orqamda sizga ish qatdim. Hey. Bo'ldi qiling. Gap o'sha yerda qoldi. Tushundingizmi? U joyda men sizga rahbar emas edim. Mana nasib bo'lsa bugundan ishni boshladik. Endi o'rtada masofa bo'ladi. Tushundingizmi? Boshqa masala yo'qmi? Xo'jayin, kechirdingizmi? Men kechirdim. Borib ishingizni qilavering. Kechirdingiz. Kechirdim. Xo'p. Rahmat sizga. Bu yaxshiligingizni o'lguncha unutmayman, xo'jayin. Xo'jayin, siz kechirdim deyapsiz-ku, men o'zim hazm qila olmayapman-da. Sizdek oliyjanob insonga qanaqa qilib ish qatdim? Menga bir imkoniyat bering, xo'jayin. Men bir choyxonam yo hammom tashkil qilayin, siz bilan birga boramiz. Sizni orqangizda men o'zim ish qilib qo'yaman, maylimi, xo'jayin? Ey. Bo'ldi dedim. Yig'ishtiring. U gap o'sha yerda qoldi. Suv bilan yuvilib ketdi. Kechirdingizmi? Ha, bo'ldi. Rahmat, xo'jayin. Rahmat. Boringizga shukr, xo'jayin. Kechirdim, boravering. Yo'q, xo'jayin, siz kechirdim deyapsiz-da, yuragimdan chiqmayapti-da, shuni yumshoqroq qilib kechirdim deb qo'ying, bo'ldi. Kechirdim, do'stim. Demak, siz bilan men do'stmiz-a, to'g'rimi? Yo'q. Men rahbar, siz ishchi. Lekin bir hammomga boramiz. Azim uzun, xo'p, xo'jayin. Murshidxon. Bosh buxgalterning familiyasi nima? Julliyev. Ishdan bo'shashligi haqidagi buyruqni tayyorlang. O'zim qo'l qo'yib beraman. Tushundingizmi? O'g'il. Bor. Ha, dadasi? Nima qilaylik? Ichkariga kiraylik, baqir-chaqir kelayman. Oilamizda obro'sini saqlaylik. Yura qol. O'tirdingmi? Nima? Onasi, men nima demoqchi edim? Nima bor-ku?
nimadan gap boshlashni ham bilmay qoldim-da. Bu odam sarosimaga tushib qoldi. Nima, jonim, aslida bu iflos qo'llarim bilan seni ushlashga ham noloyiqman. Bunaqa buzuq niyati borligini bilganim yo'q. Nima bu? Shaharda kreditga olgan uyi bor ekan. Shunaqa uydan olishingizni tavsiya qilaman dedi. Men uy ko'rish niyatida bordim. Buni niyati buzuqligini keyin bilib qoldim. To'satdan ohudek tipirchilay boshladim. O'zi sherday otildi xotin. Men uni undayligini bilganim yo'q. To'g'risi bu sarosimaga tushib jim yotaverdim. Aslida men seni bosgan izingga arzimayman xotin. Hozir bor-ku. Ishonasanmi, tilla topgan tentaydek quvonib ketdim. Sen meni vaqt ajratib, sevmagan odam bir-birini qizg'anmaydi. Sen meni orqamdan kuni bo'yi poylab, izimdan vaqt ajratib, qizg'anib, sevib, izimdan yurganingga shu darajada quvondimki, kerakli erkak ekanligimga. To'g'risini aytsam, orqadan gapirish emas, yuzidagi hammasi bo'yoq ekan. Og'zimdan hali ham ta'mi ketmaydi shu bo'yoqlarni. Senga o'xshagan tabiiy go'zal emas, shaqillagan suyak. Tushundingmi? Jonim, bir tinga qimmat seni oldingda. Faqat oila siri bo'lib qolsin. Nima desang aytganingni qilaman jonim. Xo'pmi? Nima deymakin, xohlasang turk seriallardagi qo'lingni o'pib qo'yaman. Xohlasang xotin o'sha kotibani almashtirib yuboraman, voz kechib yuboraman. Kechir olsang meni kechir jonim. Bolalarimiz haqqi hurmating. Ma'qulmi? Ha, endi bildim, ha? Navbatdan tashqari xizmat safarlar, tungi navbatchilik, majlislar gap bu yoqda ekan-da. Hamma sirni o'zingiz ochib qo'ydingiz-ku. Men ahmoqmanmi, ha? Taksi orqangizdan yurib, bir tiyinga qimmat odam bo'lsangiz, dugonam bayzaga tushib qoluvdi, shuni ko'rgani boruvdim. Ahmoq! Jonim, seni urishlaring ham uni o'pishidan shirin, bilsang agar. Ya, onasi keling. Marhamat, mana yuqoridan o'tiring. Jonim, joy qilib qo'yibman. Keling. Mana issiqqina choylar. Umrida choyni ushlamagan odam ertalabdan choylar damlab o'tiribdimi? Endi onasi bu nonushta tayyorlashda ayol erkagi yo'q. Kim vaqtli tursa, uyqusi uchsa, joylarni, choylarni tayyorlab qo'yish endi hammamizning burchimiz. Men ham shu xonadon vakiliman onasi. Aybingizni yuvmoqchi bo'lgansizda siz. Voy tavba. Astag'firullah. O'tiring qani? Asalladan qo'shib iching, xo'pmi? Endi asalga asal ding. Bugun qanaqa kunligini bilasizmi? Xudoning bir yaxshi kuni bu. Xotin bu yakshanba dam olish kuni. Mana quyosh charaqlab turibdi, yomon kun bo'larmi shu? Bilmasangiz bilib oling. Bugun meni tug'ilgan kunim. Oh! Meni kechiring onasi, meni kechiring. Men notavonni kechiring. Mayli. Sizni qiynamayman dadasi. Bir ikkita o'rtoqlarimni chaqiraman. Ha? Kafe, restoranlarga borib o'tirmaymiz mayli. Lekin dasturxonni chiroyli qilib berasiz. Bosh ustiga. Nima, mana yerda xola bor degan ham keladimi? Yo'q. Dugonalaring keladi hammasi. Aytgancha ishxonadan 3-4 ta mehmon chaqirsam maylimi? Ular ham quruq kelmaydi, sog'a salom deganday ozgina bir narsalar ko'tarib kelishadi-da. Mayli. Quruq qo'l bilan kelmasa, kelaversin. Roziman. Bo'ldi onajon. Yashang, nima qiling, choylardan iching.
Alo. Pachajon, yaxshimi? Bugun keliningni tug'ilgan kuni. Hamma narsa qimmat-u, go'sht esimdan chiqib ketdi-da. Bu chiroyli qilib ko'ngil yetarlarda aytyapman. Sen men ikkalamiz o'tiramiz-da. Bo'ldi, bir 2 kilo go'sht olib kelgin. Uyda oldidagi qassob u o'xshamaydi u. U taxmin bor, taxmin eshak go'shti sotadi degan gap so'z yuradi. Boshqa bilmasin, o'zingki. Bo'pti. Xo'p. Erkin bor? Ha. Menga qarang. Bugun keliningizni tug'ilgan kuni bo'layotdi. 3-4 ta dugonasi bilan yeb ichib o'tiruvdi. Ha. Shularga bir ota bola bo'lib, bir qo'y yog'i qo'y go'shtiga bir chiroyli oshqi bermaymizmi? Dimbalan likillatib. Ikkovimiz, boshqa hech kim yo'q. Ilgari guruch bilan shug'ullanardingiz, shol ekardingiz. Shu bormi hozir ham? O'sha eski guruchdan. Ha. O'shandan bir 4-5 kilo olib kelavering, keyingi o'tirishlarimizga olib kelib yurmaysiz. Ha. Bo'ldi. Keyin ana o zirvak-pirvaklarni, zirapirlarni ham olib kelasiz, xo'pmi? Yo, guruchdan muammo yo'q. Tushunaman, qo'li ochiq saxiy odamsiz, olib kelasiz. Lekin siznikidek yegan oshni, guruchni ta'mi og'zimda qolib ketganda. Shunga o'shandan olib kelsangiz, bozorga chiqaman, guruch tiqilib yotdi. Tanlashni bilmayman men. Xo'pmi? Shogird, omonmisan? Menga qara, bugun keling tug'ilgan kuni, gapni cho'zmayman, dangal aytaman. Ha. Shunga kelsang, bu dugonalarni chaqirgan ekan. Ha. Shunga bir erkakni qo'li shirin bo'ladi deydi. Bir chiroyli qilib bir sayratib boshqa beraylik. Hamma narsani olman. Yo, kamchilik, shu kichkinagina kamchilik bor. Savzi, piyoz, keyin har xil napitkalardan ko'tarib kelgin. Boshqa narsa bor. Bor. Xo'pmi? Jo'rajon, hamma narsa bor. Hamma kamchilik. Aytgancha, menga qara, to'xta. Nima? Olib kelgan masalliqlarimni ichida dumba yog'i bilan paxta yog'i yo'q ekanda. Qolib ketdi, shundan olib kelgin. Xo'pmi? Endi bir 5 litr olib kelaver yog'da. Keyingi osh qilishlarimizga ham kerak bo'ladi. Bittagina yaxshi 4 dan olib keling. Men to'g'risi shirinlik tanlashni bilmayman-da. Aylimi? Bilasizki, endi kallik tuyimiz ichida sizga nisbatan mehri baland. Faqat birov bilan o'tirmasin. Aytgancha, mushtarixon, akangiz hali ham non yopyaptilarmi? Akangizdek qo'li gul non voy yo'q. Voy, o'sha qaymoqqa qilgan jizali nonlari shunaqa og'zimda ta'mi qolgan. Ha. Shundan bir 18 tami, 20 tami olib keling. Faqat falonchilikka deyman. Sekin chiqib haydang. Kallikni hech kim bilmasin, xo'pmi? Onajonsi? Onasi. Buncha qarava. Kel. Nima? Dadasi, chaqirdingiz. Onasi, men endi oshxonaga ko'p kirmaganman-ku. Tuz qayerda? Tuzni topolmayapman. Voy, tuz qolmagan uyda. Yo'q. Bekor yelimni ishdan bo'shatimman-da. Ozgina sabr qilsam bo'lar ekan. O'shanda tuzni yelim olib kelardi. Baraka topkir.
Go'sh deding. Olib keldim go'sht. Qittiginasini qovurib o'ladigan joyimizdan ey. Qorim piyoz po'chog'i bo'lib ketdi. Qiyomat e. Bunda yog' olib keldim-ku. O'sha go'shtni o'shanda qovuraylik. Ustoz, etishga muzlaydigan narsa yo'qmi? Chanqab ketdik odam. Ana men olib kelgan guruch bor-ku, ana o'sha suv ko'taradi-da. Shu suvni mo'lroq qilib solavering. Yana qattiq bo'lib yeyolmay yotmaylikda. Hammang olib kelgan narsangni minnat qilib bo'lding. Ozgina sabr qilinglar. Endi ojiza bu ayol aslida sizlarga tayyorgarlik ko'rib qo'ygan xonamga ayollar kirib ketib qoldi. Meni ham qornim ochib ketdi dada. Qachon mehmonlar ketishadi? O'g'lim, bu mehmonlardan keyin yana mehmonlar bor. Mana shulardan ortsa sen bilan meni qornim to'yadi. Hozir kelgandan beri olib kelgan narsasini minnat qilib turibdi ba'zi bir mehmonlar. Tushundingmi? Hop bo'ladi dedi. Otam, nuqul so'rashga naqilay bo'ladi-da. So'rang. Abi ko'chada 50-60 gradus issiq bo'lyapti. Qishin yozin shu choponni yechmaysiz. Buni siri nimada? Hay, aytib qo'ysiz, bilmaysiz-da. Bu chopon rohatijon-ku. Buni issiqda bitta terlab olasiz. Ana keyin mazza qilib muzdek bo'lib yuraverasiz-da. Yo'q-a? Ha, buni qarang mana. Buni qarang. Voh, ana. Otam, nimada? Endi bu yerda o'tirishimiz noqulay. Men ham sizlar onlarga hajolat bo'lyapman-da. Shuning uchun kirib bir ayollarga chiroyli qilib duo bersangiz, choponlaringizni silkitib. Shu yaxshi bo'lardi, otam. Kelindi duo qilaman men. Duo qilaman. Bo'ldi. Kiringda hammasiga bir duo bering. Mayli. Hozir ko'rasizlar, muvaffaqiyatga erishamiz. Hayron qolaman. Hamma ayollar chiqib ketdi, ammo bittasi chiqmay o'tiribdi-da. To'g'ridan kelganimi? Tinmay ovqat yeb turibdimi? O'sha. U ketmaydi, u meni xotinim-ku. U tabiatan hid bilmaydi, otam. Nima onasi? Uzr kech qoldim. Nima ovqat qilay? Voy, bu nima deganingiz-a? Ha, men ayol kishi bo'lib nima qilib yuribman? Dadasi, siz bitta katta korxonani rahbari bo'lsangiz, sizga bunaqa ishlar yarashmaydi. Bundan keyin erkak ishini, ayol ishini qiladi. Dadasi, o'zim qilaman. O'zim idish yuvaman, o'zim kir yuvaman, o'zim hamma ishni ovqatni ham o'zim qilaman. Bo'lar ish bo'ldi, dadasi. O'tgan ishga salovat. Mana siz ham insofga kelib qoldingiz. Men sizni kechirdim. Rahmat onajoncha, rahmat. Mana shunchalar xalos qilganing uchun, kechirganing uchun senga rahmat. Bu kotibingizni ishdan bo'shatgan bo'lsangiz bo'ldi. O'sha kuniga qayda bordim. Muhabbatimizga, oilamizga rahna soladigan bunaqa kotibadan voz kechdim. Ko'ngling xotirjam bo'lsin. Juda to'g'ri dadasi. Ha, lekin yangi kotiba olgandirsiz-a? Oldim, o'rniga oldim. Endi kotibasiz ishlab bo'lmasa. Qalay ekan? Bo'ladi, tuzuk, bo'ladi. Qanaqa kiyinar ekan? Baraka topsin. Juda tez kiyinar ekan.